Şey şarayında ol bizim magarib hizmetkarlar için ozgan okuyulana neticesi şol vaqtda yol etdi hem yana okuyulana hazırlıkçı bulup tura. Bizning indi tüp maktablar bu yıl tüp imtihanlarını topşırmadılar betinde. Hakikaten indi ozgan okuyulana biz to'liqcha natija yasay olamiz. Şu maksattan indi biz 20 tüp maktab direktorları özümüzden to'g'rak ishlardan biram o'tkazdik. Albatta biz ular bilan endi 2 yil shug'ullandik. 2 yil ularning bilim darajasini ko'tarish bo'yicha ishlarimizni olib bordik. Durustini aytira kerak, bu shirashlardan so'ng men ray boshliq olarak ko'pdir qanoatlanib his bilan qoldim. Chunki hakinna parvor direktorlar korpusi orasida da maturona yetakchilar o'sib chiqib bora deb aytasim keladi. Mana qaror natijalari, siylashuv, ishlagan ishlarning natijalari, ota-onalarning bilgan meyalari bo'yicha hem olg'a tabi strategik fikrlash bo'yicha maktabning yozmishi kelajagi turida direktor Boysar maktab direktori o'zining fikrlari ishchanligi bilan suyundirdi deb aytirish kerak. Yangi maktab direktori yangi perspektivasi bor esa maktab direktori Eduard bizning yoshgina bo'lsa da Talsım bolalar bog'chasi boshlang'ich maktab direktori o'zlarini pek o'ng'ay yoqdan ko'rsatdilar ham perspektivali ish olib borganlarini ko'rsatdilar. Şol vaqtda aytirish kerak mashaqqatda bo'lgan şol yomonli maktab direktorining fikrlovlari sho'raqay şol vaqtda to'xtalashib bizning maktab direktorlari ular bitalik bizda. Shunga ko'ra ular bo'yicha da kelajakda biz endi ulug'gina yoshda bo'lsa da bizning bog'adan aytmay keta olmayman. Vasil Maqsudovni Salihovni alga tabi qarab maqsad qo'yib ishini olib bora mumkin-da. Shunga ko'ra umid bor. Chunki ishni aytsak-da butun qarab turganimiz bola. Bugun biz boshlang'ich maktabda bolalarimizga necha ketib bilim beramiz, alga tabining yozmishi shulay bo'lacak. Shulay bo'lgach maktab bugun bolaning turmushini belgilovchi deb men ossizliqlab aytib ketasim keladi. Biz kelajakda da ular bilan ishlashakmiz, kelajakda da ularning talablari bilan tushunmayapmiz. Shunga ko'ra maktab direktori ol birinchi kishi. Maktab direktoridan so'ng o'rinbosarlar, o'quvchilar korpusi, direktorni formalashtirish shunday kollektiv, ham shu kollektiv ol natijasida beraydi. Shulay bo'lgach men endi matur etib imtihon tutgan direktorlarimizni qo'llab ketasim keladi. Aybat etib, yo'l etib, yangi o'quv yilini to'liqcha hazırlık bilan kirib ketarga